الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين Ey Allahqa va uning payg'ambariga iymon etgan, islom shariatiga amal qiladigan kishilar, agar sizlar yahudiylar bilan xristianlar orasidagi bir turkum kishilarga itoat qilsanglar, ular sizlarni ozdirib o'tadi. Dininglar haqida sizlarni shak shubhaga tushirib, sizlar iymon etgandan keyin kofirlikqa qaytarib o'tadi. Shunga sizlar ularga ishonmanglar, ularning so'zini tingshimanglar va hech bir taklifini qabul qilmanglar.